Assalomu alaykum opa. Achamlarga telefon qildim. Yana oyoqlari ortgan ekan, shunga vaqt qazaqasi qildim. Nima bu? Stadion. Bu yostiq. Xudo assalom. Yaxshi qilibsan. Umuman tuzumsan. Hozir biz restorandan keldik ayajonim bilan. Nima qildik ayda? Как раз bugun yomg'ir Havoda sovuq o'tib ketdi-da. Mana o'zimda ham bor. Ana, haqiqiysi. Voy, kichkinasini oldingmi? Buchi chaqaloqligida, keyin men bu bo'yningiz xala bo'lib qolsa, xudo asrasin, mavtlar xala bo'lib qoladi-yu, mikrovolnovkaga 1 minutga qo'yasizlar, qo'yib olasizlar. Bo'ldi, qarabsizlarki, mazza o'sha joydan polniy shamollashlar shunday sug'urib chiqaradi. Bu imенно buvijonlarni, do'dajonlarni, ota-onalarni yordamchisi. Shundoq qo'yib, qatilar urayotgansiz, belga, oyog'iga, eng asosiysi chaqalog'i borlar. Hech qanaqa espumizan, bobotiklar ishlatmaysizlar. Shuni istasizlarda, qo'l kuymaydigan darajada mikrovolnovkada isitib turib, chaqalog'inglarni qorniga shunday qo'yib qo'ysizlar, gazlarni shunday chiqarib tashlaydi, tinchgina uxlaydi. Men bilan buni farqi bor ekan, materiali ham boshqacha ekan. Buni avval sizga zakaz qilib beruvdim, ayajon. Voy, zo'r narsa. Achamlar esa duo qiladi. Qaytib sovmas ekanda bu. Oyoq tek mana qo'yib olinsa issiqqina. Mazza o'tirgan ekansiz-da. Mana biz skripkachasamki, mamtum og'riydi. Qo'yardim mashina. Qo'yish kerak, конечно. Bemalol o'sha bu jonlarga, hayitga, sovuq seli duo qilib, mazza qilib, mashinga shundoq qilib ham o'tirib olishadi ham, bellariga qo'yishadi, oyoq tegi qo'yib o'tirishadi. Вообще zo'r. Nima degan edi? Xo'p, podushka lechebna. Mana. Ko'rib olinglar. Telefon raqamlarini ham qoldirgan, xo'pmi? Telefon raqamlari profilini Robishga qoldiradi. Tez o'tib olinglar, keyin nima edi, qanaqa edi deb so'ramanglar. Bittada yoki skrinshot qilinglar yoki o'tib, sraz olib olinglar. Hozir hayitga juda ham chiroyli skidkalar qilib berishadi. Robishka nomidan yozsanglar.